Saraton qo'rqinchli emas. Saratonni o'z vaqtida tashxislab, erta bosqichda doktorga murojaat qilib va kerakli muolajani aynan o'sha standartlar bo'yicha olish bu saratonni hattoki 100% gacha davolash imkonini beradi. Hozirgi paytda shunday kasalliklar borki, bu saratondan ham qo'rqinchli. Hozirgi aynan o'sha qon tomir kasalliklarimiz, infarkt deymiz yoki insult, bosh miyadagi, undan tashqari har xil sistem kasalliklarimiz bor. Bular aynan saratondan ham kuchli va to'satdan o'limlar chaqirishi mumkin. Lekin saraton o'z vaqtida qilingan kerakli va maqsadga yo'naltirilgan davolashlardan keyin hattoki 100% davolanib remissiya holatiga, ya'ni uyqu holatiga o'tkaziladi. Bunda bemor bemalol 15, 20, 30, 40 yillar ham yashab yurishi mumkin. Har doim foydalaning tasdiqlangan tibbiyotdan, tabiblardan yoki qanaqadir batlardan yoki qanaqadir eksperimentlarning guruhiga kirishdan sizni tiyilishingizni tavsiya qilamiz.